Nihoyatda qo'rqish kerak bo'lgan jihati, ya'ni bu surani eng qo'rqitadigan jihatlaridan biri shuki, qiyomat kuni biron bir haq qolib ketmaydi. Biron bir haq qolib ketmaydi. Hattoki mana hadisda keladi, shoxi bor bo'lgan qo'ydan shoxi yo'q bo'lgan qo'y suzilgan bo'lsa, ya'ni haqqo beriladi. Vaholanki o'zi hayvonlar tuproqqa aylanib ketadi, ular jannat jahannamga ketmaydi, lekin qarang, tuproqqa aylanib ketishidan avval haqlar olib beriladi bir-biriga. Insonlardan batari qavlo. Shuning uchun insonlar masalan kim bir-birini urgan bo'lsa, so'kkan bo'lsa, haqorat qilgan bo'lsa, molini o'g'irlagan bo'lsa, ya'ni haqqiga xiyonat qilish masalalar. Bularning hammasi uchun javob bor. Shunday ish qilib yurgan kishilar namozga kirganda Maliki yawmiddin deganda qo'rqish kerak. O'ziga eslatma bo'lishi kerakki, ey ogoh bo'lgin, ertaga so'ralasan shu narsadan. Hisob kitob kuni bor, u kuni hech narsa maxfiy qolmaydi. U kuni seni barcha sir asrorlaring oshkor bo'ladi. Seni qilgan barcha ishlaring ertaga yuzaga chiqadi va sen hammani oldida, xaloyiq oldida turib javob berishing kerak qilgan ishing uchun degan. Va u kuni odam pul o'g'irlagan bo'lsa dunyoda pulini to'la olmaydi. Nimagaki yalang'och holatda hech narsasiz turgan bo'ladi. Nima bilan to'laymiz deb sahobalar so'ragan Rasulullohdan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, inson o'zini ajr savoblari bilan, hasanotlari bilan to'laydi u kuni. O'zi o'ylang, masalan, hasanot bilan to'lash u kuni. Agar deydi bir kishini hasanotlari tugasa, lekin haqdorlar hali tugamasa, nima bo'ladi? Endi sayyiat, gunohlarini bo'yniga olish boshlaydi. Shuning uchun bu suradagi ayni mana shu oyat bizga nimani eslatadi? Odamlarning haqqidan qo'rqqin degan narsani eslatadi. Chunki u kuni Malik bo'lgan zot, u zot hech narsani unutmaydi. Hech narsa uni nazaridan chetda qolib ketmaydi va u haqlarni haqdorlarga olib beradi ertaga. Bu yer yuzidagi mazlumlarga, mo'min, musulmon, mazlum bo'lgan kishilarga xushxabar va zolimlarga ogohlantiruvchi eslatma.